are just amazing. Bu yerda dunyoda o'xshash bo'lmagan ulkan markazni ko'rmoqdamiz. Bu loyiha islom olamida mavjud bo'lgan barcha loyihalardan, boshqa islom san'ati muzeylari hamda ilm-fan, madaniyat markazlaridan mutlaqo farq qiladi. Good city to live. It's a nice place to. There are a lot of nice places to visit. And I enjoy this place. It's a very beautiful place. The center is amazing with all these colors, the white. It's very beautiful. Ushbu rasmlarni dunyoda o'xshashligi yo'q. Bu yetakchi mutaxassislar va rassomlarning, jumladan xorijiy mehmonlarimiz tomonidan berilgan yuksak baho. Beautiful country. This is so grand and majestic. It's so beautiful here. Toshkentdagi Islom sivilizatsiya markazi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbusi va g'oyasidir. Ushbu markazning umumiy maydoni 10 gektarni tashkil etadi. Binoning o'zi esa 1,7 gektar yer maydoniga joylashgan. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan Islom sivilizatsiyasi markazi g'oyasi haqida so'z yuritdilar. Ularning so'zlariga ko'ra, biz dinimizni terrorizm bilan aniqlaydiganlar bilan hech qachon rozi bo'lmaymiz. Chunki aslida bizning dinimiz tinchlik, ma'rifat dinidir. Ushbu markaz qurilishi boshlanganiga 8 yil bo'ldi. Shu vaqt mobaynida bizga juda ko'p hollarda bir xil savol beriladi. Bu qanday muassasa bo'ladi? Ayrimlar uni islom ilohiyotini o'rganish bilan shug'ullanadigan diniy muassasa deb o'ylashadi. Hatto ba'zilar bu yerda eng katta masjid barpo etiladi degan fikrlarni ham bildirishgan. Aslida esa markaz ko'p funksiyali bo'lgani uchun unda ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va ma'rifiy ishlar ham olib boriladi. Bu yerda nafaqat ilohiyotshunoslik o'rganiladi, balki zamonaviy texnologiyalar ham rivojlantiriladi. Markaz ilmiy ma'rifiy yo'nalishdagi ko'p tarmoqli muassasadir. Uni o'ziga xos xususiyati shundaki, u O'zbekistonda tashkil etilgan bo'lsa-da, xalqaro ilmiy muloqot va yangi ilmiy g'oyalar almashish uchun platforma bo'lib xizmat qiladi. Ushbu markaz nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki mazkur xalqaro platforma orqali uning faoliyatidan foydalanish imkoniga ega bo'lgan barcha mamlakatlar uchun yangi avlod olimlarini shakllantirishga o'z hissasini qo'shadi. Bu asosiy darvoza bo'lib, u Ulug'bek portali deb nomlanadi. Biz yaxshi bilamizki, Mirzo Ulug'bek Shohrux Mirzoning o'g'li, Amir Temurning nabirasi. 1420-yilda Samarqandda madrasa qurdirgan. Ushbu asosiy portal ham aynan o'sha madrasa uslubiga o'xshash tarzda barpo etilgan. Samarqanddagi madrasada bitilgan hadislar va muqaddas Qur'oni Karim oyatlari bu portaldan ham o'rin olgan. Markazga kirish qismida Qur'oni Karimning ilk nozil qilingan oyati bitilgan. Uning ma'nosi yaratgan Robbining nomi bilan o'qi deb tarjima qilinadi. Endi biz Xorazm portali tomon yo'l olyapmiz. Barchamizga ma'lumki, Xorazm mamlakatimizdagi eng qadimiy zamin hisoblanadi. Uning tarixi 4000 yillik ildizlarga ega. Bu yerda yana 2 portal mavjud. Shahrisabz va Termiz portali. Ular kichik portallardir. Markazimizda jami 4 ta kichik va 4 ta katta portal mavjud. Biz Xivada Ichan qal'a, Ichki qal'a borligini bilamiz. Aynan o'sha yerda Alloh Qulixon masjidi va Qutlomurod inoq joylashgan. Bu yerda ham Xorazm uslubidagi naqshlar keltirilgan. Portalning eng yuqori qismida Qur'oni Karimdan quyidagi oyat bitilgan. Biladigan va bilmaydiganlarni solishtirish mumkinmi?
Ular turli odamlar. Bilganlar johil odamlarga qaraganda yuqori mavqega ega. Ushbu portalning jabhasida mapping shousi namoyish etiladi. Unda markaz tarixi va davlatimiz tarixi haqida hikoya qilinadi. Hozir esa biz markazimizning janubiy portali oldida turibmiz. U Buxoro portali deb nomlanadi. Biz hozir Islom sivilizatsiyasi markazining asosiy kirish qismidagi foyeda turibmiz. Bu juda ham ulug'vor zal. U muzey tamoyili asosida, shuningdek, shon-shuhrat zali uslubida tashkil etilgan. Uning ichki qiyofasi 14 qismga bo'lingan bo'lib, har biri o'z qahramoniga ega. Bu tarix islom dinining kirib kelishi davridan boshlanadi. Islomning kirib kelishi umumiy ilmiy va madaniy yuksalishga sabab bo'lgan. Islom turli mafkuralarni birlashtiruvchi kuch sifatida ham muhim o'rin tutgan. Birinchi rasm aynan shu haqda hikoya qiladi. Bundan tashqari ilmiy va madaniy yuksalish nafaqat diniy fanlar va ilohiyotshunoslik sohasida kuzatildi. Tabiiy va aniq fanlar parallel ravishda rivojlanib borgan. Ushbu tasvirlar ustidagi ishlar 2022-yilda boshlanib, 3 yil mobaynida davom etgan. Yetakchi olimlar, san'atshunoslar va rassomlar ishtirokida maxsus ijodiy guruh tuzilgan. Rassomlar bu asarlarni avvalo 40-80 o'lchamdagi for eskizdan boshlab ishlashgan. Keyin eskizlar taxminan 5 metr balandlik va 3 metr kenglikdagi katta formatga keltirilgan. Shundan so'ng ular Xitoyga yuborilgan. Pekindagi ustaxonalardan birida tasvirlar toshga ko'chirilgan. Rasmlar eng kichik tabiiy toshlardan 100 dan ortiq ranglarda yaratilgan. Har bir rasmning og'irligi taxminan 2 tonnani tashkil qiladi. Tashrif buyuruvchilar rasmlarni o'rganishlari va ular haqida mulohaza yuritishlari uchun maxsus touch panellar o'rnatilgan. Tomoshabin panelni mustaqil ravishda yoqib, rasmlardagi qahramonlar bilan muloqot qilishi, qiziqtiradigan savollar berib, juda mazmunli va aniq javoblar olishi mumkin. Islom sivilizatsiyasi markazi bu muzey ekspozitsiyasi, kutubxona, restavratsiya ustaxonalari, xalqaro tashkilotlar ofislari va yana ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga olgan ulkan mega loyihadir. Agar muzey ekspozitsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, uning shakllanishi ko'p yillar davomida amalga oshganini ta'kidlash lozim. Uning konsepsiyasini yaratishda juda ko'p tadqiqotchilar, turli sohalardagi yetakchi olimlar ishtirok etgan. Birinchidan, ushbu muzeyning konsepsiyasi boshqa mamlakatlardagi boshqa islom san'ati muzeylaridan farq qiladi. Bu yerda nafaqat islom davrini, balki islomdan oldingi davr, shuningdek 3-Renessans davri ham qamrab olingan. Biz aynan shu Renessansni bugun boshdan kechiryapmiz va u kelajagimizni shakllantirmoqda. Boshqacha aytganda, muzey ekspozitsiyasi o'tmishni ham, hozirni ham, kelajakni ham qamrab oladi.
ikkinchi muhim farq bu albatta sivilizatsion yondashuvdir. Biz bu yerda shunchaki islom san'atini namoyish qilmayapmiz. Biz islom sivilizatsiyasini namoyish etmoqdamiz. U esa o'z ichiga ilm-fan kabi juda muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Endi biz birinchi Renessans davriga bag'ishlangan zalda turibmiz. Bu davrda ilm-fanning yuksalishi kuzatilganini bilamiz. Muzey ko'rgazmasining yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, u islomdan oldingi davrdan boshlab buyuk shaxslar tarix yaratganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga biz odamga katta e'tibor qaratilayotganini ko'ramiz. Aynan inson barcha tarixiy o'zgarishlarning asosiy ustuniga aylangan. Va albatta, muzey ko'rgazmasining yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, u shunchaki milliy muzey emas. Biz bilamizki, bir qator mamlakatlarda milliy muzeylar mavjud. Bu milliy qadriyatlar, milliy ustuvorliklarni va insoniy ustuvorliklarni birlashtirgan muzeydir. Bu yerda konseptual yondashuv butunlay boshqacha bo'lgan. Biz o'zimizni zamonaviy O'zbekiston chegaralari bilan cheklamadik. Tarix bizga bu chegaralar har bir davr davomida turlicha bo'lganini va ular hamma narsani qamrab olganligini o'rgatadi. Shuning uchun bu yerda taqdim etilgan asarlar noyobdir. Bu yerda London shahridagi Christie's, Sotheby's kabi xalqaro auksionlardan xarid qilingan original asarlar ham mavjud. Bu ishlar hozir ham davom etmoqda. Shular qatorida, masalan, So'xt ipagini keltirish mumkin. Ushbu muzey ko'rgazmasi ochilishidan oldin O'zbekistondagi deyarli hech bir muzeyda So'xt ipagi bo'lmagan. Hozir esa u 20 dan ortiq parchalar va So'xt kiyimlari ko'rinishida namoyish etilmoqda. Biz yaxshi bilamizki, So'xtlar buyuk ipak yo'lida juda muhim ta'sir kuchiga ega bo'lgan. Ular mamlakatdan mamlakatga, xalqdan xalqqa faqat savdo buyumlari yoki ipakni emas, balki g'oyalarni, konsepsiyalarni ham yetkazgan. Bu esa turli xalqlar va davlatlarning rivojlanishiga xizmat qilgan. Yoki masalan, bunday eksklyuziv eksponatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu ko'rgazmada namoyish etilgan Saljuqlarga oid noyob eksponatlarni tilga olishimiz mumkin. Temuriylar davriga mansub asarlar ham borki, ular avval bizda deyarli mavjud emas edi va ilk bor aynan shu ekspozitsiyada namoyish qilinmoqda. Yoki Boburiylar davri bilan bog'liq eksponatlarni olaylik. Men eslayman, 2020-yilda Washingtondagi Smithsonian instituti Boburiylarga bag'ishlangan qo'shma ko'rgazma o'tkazishni taklif qilganida, O'zbekistonda bor yo'g'i Sharqshunoslik institutidagi bir necha qo'lyozmadan boshqa eksponatlar deyarli yo'q edi. Hozir esa muzeyda Boburiylarga bag'ishlangan butun bir bo'lim mavjud va biz buni namoyish eta olamiz. Yana bir muhim xususiyat, ekspozitsiyada ilm-fan, san'at va madaniyatni o'zaro bog'lashga qaratilgan prinsipial, konseptual yondashuvdir. Inson qiyofasi, inson tushunchasining o'zi, islomdan oldingi davr, birinchi Renessans davri, ikkinchi Renessans davri va yangi O'zbekistonning paydo bo'lishini ko'rganimizda, inson eng muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki hozirda shakllanayotgan, amalga oshirilayotgan va rivojlanayotgan barcha siyosatlar inson manfaatlariga qaratilgan. Quyi qavatda yoshlar va bolalar uchun mo'ljallangan maxsus o'quv ko'rgazma maydoni tashkil etilgan.
ikkinchi qavatda ajoyib kutubxona mavjud. U maxsus saqlash sharoitlarini talab qiladigan kamida 200 mingta qo'lyozma manbalarni saqlash imkoniyatiga ega. Islom sivilizatsiyasi markazi muzey ekspozitsiyasining markaziy qismi bu Qur'on zali hisoblanadi. Agar diqqat bilan qarasak, bu yerda 65 metr balandlikdagi gumbaz, noyob naqqoshliklar bilan bezatilgan panduslar mavjud. Albatta, arkalar ustunlarini ziynatlab turgan zarhal qoplamalar ham ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga kalligrafik yozuvlar tushirilgan 8 ta gilam ham zalga alohida ruh bag'ishlaydi. Bularning barchasi insonni Qur'on olamiga chuqur sho'ng'ishga chorlaydi. Chunki islom sivilizatsiyasining asosi avvalo Qur'oni Karimdir. Bu yerda biz nafaqat jahon sivilizatsiyasining durdonasi sanalgan ulug'vor Usmon Qur'onini, balki suralar soniga muvofiq ravishda 114 ta Qur'on nusxalarini ham ko'ramiz. Ular zaldagi vitrinalarga joylashtirilgan. Agar biz shiftdan devorlarga, polga nazar tashlasak, bu zal o'zining muhtashamligi bilan insonni hayratda qoldiradi. Menimcha, me'morlar va dizaynerlar dastlab aynan shu g'oyani, Qur'onning buyukligini namoyon etuvchi konsepsiyani ko'zda tutganlar. Va albatta, bu zalning bosh qahramoni 7-asrda yozilgan Usmon Qur'onidir. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin islom g'oyasini targ'ib etgan sahobalar birin-ketin hayotdan ko'z yumar ekan, Qur'onni aynan asl, o'zgarishsiz shaklda yozib qoldirish zarurati paydo bo'ldi. Uni hech qanday ortiqcha yangiliklarsiz Muhammad payg'ambarimizga nozil qilingan holicha saqlab qolish lozim edi. Shu sababli xalifa Usmon amri bilan Qur'onning 6 ta nusxasi tayyorlangan. Ulardan biri xalifaning o'zida qoldirilgan. Keyinchalik esa Madinada isyon ko'tarilib, ular xalifaning uyiga bostirib kirishadi. Uni o'ldirishadi va qonining tomchilari Qur'onga to'kiladi. Ilmiy jihatdan ham aynan shu nusxa o'sha qon izlarini o'zida saqlab qolgan Qur'on ekani tasdiqlangan. Qolgan nusxalar esa islom olami bo'ylab tarqatilgan, turli shaharlarda saqlangan. Ammo bu Qur'on qo'ldan qo'lga o'tib 14-asrgacha yetib keladi. 14-asrda esa Amir Timur uni Bag'doddan Samarqandga olib keladi. U Samarqandda 19-asrning oxirigacha saqlanadi. Keyin Rossiya imperiyasi istilosidan so'ng rus generallari Qur'onni Peterburgdagi kutubxonaga olib ketishadi. 1918-yilda u Ufaga ko'chirilib, Boshqirdiston musulmonlari diniy boshqarmasiga topshiriladi. Turkiston aholisi esa uni O'zbekistonga qaytarishni qat'iy talab qiladi. Biz yaxshi bilamiz, u uzoq vaqt Toshkentdagi musulmonlar diniy boshqarmasida, bizga qo'shni bo'lgan binoda saqlangan. Islom sivilizatsiyasi markazi barpo etilganidan so'ng esa prezidentimiz farmoniga binoan ushbu muqaddas Qur'on zaliga ko'chirildi. Bu zalning badiiy bezagi ayniqsa diqqatga sazovordir. Bu yerda naqqoshlik, o'ymakorlik, mozaika, zarhal ishlovlarni ko'ramiz. Shu bilan birga qo'l mehnati bilan to'qilgan, ipakdan yasalgan 8 ta gilam ham mavjud bo'lib, ulardan kufiy xatda Qur'on suralari bitilgan. Buning barchasi islom san'atining muhim tamoyiliga javob beradi.
bo'ladi. Go'zallik, go'zallik va yana bir bor go'zallik. Chunki Alloh go'zaldir va u go'zallikni sevadi. Shuning uchun islom davridagi hunarmandchilik san'ati beqiyos. U yuksak cho'qqilarga ko'tarilgan. Albatta, bu go'zallik odamlarning uni qadrlashiga hissa qo'shgan va ular o'zlarining ichki ma'naviy dunyosi bilan bu go'zallikka intilishgan. Menimcha, bu zavq barcha elementlari bilan shubhasiz islom san'atining muhim tamoyilini aks ettiradi va bugungi kunda nafaqat ularni namoyish etadi, balki o'zi durdona asar bo'lmishdir. Hurmatli prezidentimizning taklifi va tashabbusi bilan markazimiz qoshida allaqachon oliy xattotlik maktabi tashkil etilgan. Shuningdek, Angliyaning King's Foundation jamg'armasi ham aynan shu yerda o'z maktabini ochishni rejalashtirgan. Bu yerda 450 o'ringa mo'ljallangan muhtasham, juda tantanali va zamonaviy kongress hol ham barpo etilgan. Unda musulmon davlatlari rahbarlarining sammitlari, shuningdek, nafaqat Markaziy Osiyo, balki xalqaro miqyosda islom sivilizatsiyasi masalalariga ixtisoslashgan forumlar ham o'tkaziladi. Islom sivilizatsiyasi markazi